Biznesni rasmiy tashkil etish. Biznesni qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'tkazish bu faqat rasmiy talab emas, balki tadbirkor uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Rasmiylashtirilgan tadbirkor bank xizmatlaridan foydalanishi, kredit olishi, hamkorlar bilan shartnoma tuzishi va o'z ishini ishonchli asosda yuritishi mumkin. Bizning mamlakatda tadbirkorlarning rasmiy yo'lga qo'yishning bir nechta qulay turlari mavjud. Birinchisi, o'z-o'zini band qilganlar. Bu shaxslar mustaqil ravishda ishlab, o'z mehnati orqali daromad topadi. Masalan, tikuvchi, soch turmakchi, hunarmand yoki yo'lovchi tashuvchi bo'lishi mumkin. Ular oddiy ro'yxatdan o'tish orqali qonuniy ishlash huquqiga ega bo'ladi va yollanma xodim ishlatmaydi. Bu kichik ish boshlayotganlar uchun eng oson va arzon variant. Ikkinchisi, yakka tartibdagi tadbirkorlik. Bu jismoniy shaxsning shaxsiy nomidan amalga oshiriladigan biznes bo'lib, kichik savdo yoki xizmat ko'rsatish sohalari uchun juda qulay. YTTni ochish tez, arzon va oson. Soliq va buxgalteriya hisoboti ham soddalashtirilgan. Biroq bu shaklda sheriklarni rasmiy jalb etib bo'lmaydi va faoliyat faqat tadbirkorning shaxsiy nomi bilan bog'liq bo'ladi. Uchinchisi, mas'uliyati cheklangan jamiyat. Bu bir yoki bir nechta shaxs tomonidan tashkil etiladigan yuridik shaxs. MCJning asosiy afzalligi, ta'sischilar kompaniya qarzlari uchun faqat o'z ulushi miqdorida javobgar bo'ladi. Bu biznes uchun xavfni kamaytiradi. MCJ orqali hamkorlar yoki investorlar bilan ishlash oson. Buxgalteriya hisoboti rasmiy bo'ladi va deyarli barcha faoliyat turlarida ishlash imkoniyati mavjud. Agar siz kattaroq yoki tez o'suvchi biznes rejalashtirayotgan bo'lsangiz, MCJ eng to'g'ri tanlov bo'ladi.